Demak, biz adresimizni kiritib oldik. Endi esa biz tovar zakaz qilishga o'tamiz. Mana bu 3 ta chiziqchaga bosdik, ya'ni mana bu yerdagi shu yerga bosib, mana kategoriyalar chiqadi. Bunda mana tepaga qarasangiz, mana женщины, мужчины, дети turibdi. Biz demak женщины bosamiz. Mana nima zakaz qilmoqchimiz? Misol uchun bizga mana kosmetika kerak desak, bosamiz ustiga. Biz qanaqa kosmetikani xohlayapmiz? Demak, makiyaj uchun deb mana misol uchun bittasini belgilaymiz. Mana bosdik. Mana endi bizga turli xil mana makiyaj uchun tovarlarni chiqarib beryapti. Kosmetika. Demak, biz birorta tovarga bosib uni belgilab olamiz. Misol uchun mana bu tengni bosmoqchimiz. Mana 9 euro ko'rsatib turibdi, lekin bu aslida 9 euroligini oxirida bilamiz, chunki oldindan bilib bo'lmaydi. Endi mana demak 19,8 gramm ekan buni og'irligi. Demak, mana bu yerda standartni 2-5 kunda yetkazib beradi. Bu esa premium dostavka deyapti. Demak, biz mana belgilab oldik. Mana bitta o'zi belgilangan. Bitta svet o'sha multi va mana bu yerda korзинаga bossak, mana korзинаga tushadi. Mana korзинаga tushgan mobildan bilamiz. Mana bitta o'sha yerga bosamiz. Demak, mana korзинаga tushdi bizning tovarimiz. Demak, endi bizni примерный dostavkamiz kuni 31-dan 3-gacha kutilyapti va biz nimani qabul qilamiz? Visa kartani. Mana xohlaganlaringiz bor, lekin biz asosan mana vizani ishlatamiz. Demak, dostavka o'sha Germaniyadagi skladimiz adresigacha dostavka 4,90 ekan. Itago bizga 13,90 chiqarib berdi. O'zi asl narxi 9 euro bo'lgan. Endi biz mana bu перейти к оформлению заказaga kiramiz. Endi bu yerda biz payment bo'limi, ya'ni oplata bo'limiga kirib olamiz va biz o'zimizni nima karta orqali to'lashimizni belgilaymiz. Mana biz o'zimizni kartamizni daniyalarini kiritamiz. Bu yerga kartamizda ism qanaqa yozilgan bo'lsa, misol uchun meniki katta harflarda yozilgan. Mana shunday kiritamiz. Endi kartamizning nomerini kiritamiz. Demak, 16 talik kartani ustidagi raqamni kiritamiz. Kiritdik. Endi expiry date, ya'ni tugash muddatini kiritamiz. Misol uchun keyin orqasidagi raqam. Demak, bu yerda men hozir namuna uchun eski kartamni kiritdim. Mana kiritib oldik. Demak, ruskiga qo'ysak, biz mana buni bosib qo'ysak, biz rekvizitlarimiz saqlab qoladi. Xohlasak bosib qo'yishimiz mumkin, mana bunday qilib. Mana. Keyin esa mana bu следующийga bossak, bizda уже подтверждение bo'ladi. Mana bosamiz. Mana demak, endi bizda mana adreslarimiz ko'rsatyapti, metodlarimizni hammasini ko'rsatyapti. Endi biz разместить zakazni bosamiz va bizda o'sha anaqamiz zakaz bo'ladi. Mana biz zakaz urgan hisoblanamiz, lekin hozir biz muddati o'tgan anaqani kiritganimiz uchun orqaga qaytardi. Chunki bizning kartamiz ma'lumoti eski edi, ya'ni srok o'tgan karta edi. Demak, sizlarda o'shanda zakaz uriladi. Разместить zakazni bosganimizda.